Kechagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishga intiling. Boshqalardan ko'ra emas. Ishon. Lekin ko'p emas. Chunki ba'zida tishing tilingni tishlab olishi mumkin. Baxt nima? Baxt bu yoningda internetdan ham ko'ra qiziqroq odam borligidadir. Eng xatarli ayol g'iybatchi erkakdir. Xo'sh, hurmatli kuzatuvchilar, kimning gapiga maza qildingiz? Asadullo, Malika yoki Baxtiyor, balki men. Izohlarda yozing.